Hindistonda fil 20 kishining umriga zomin bo'ldi. BBC nashrining yozishicha, Jharkhand shtatida yovvoyi fil hujumi oqibatida 1-yanvardan 9-yanvargacha kamida 20 kishi halok bo'lgan, qurbonlar orasida bolalar ham bor. Fil Chaybasa va Kolxan o'rmonlaridagi qishloqlar aholisiga tunda hujum qilmoqda. Xususan 6-yanvar kuni Babadiya qishlog'idagi hujum oqibatida bir yo'la 7 kishi, jumladan 2 nafar yosh bola vafot etgan. Filni topishga 100 dan ortiq o'rmon xo'jaligi xodimlari jalb etilgan. Ta'kidlanishicha, fil yosh, chaqqon bo'lib, joyini tez-tez va tunda o'zgartirmoqda. Shu boisdan uni kuzatish qiyin bo'layotgani aytilmoqda. Qishloqlar aholisi an'anaviy nog'oralar signallari bilan ogohlantirilib, ulardan tunda tashqariga chiqmaslik so'ralmoqda. Qayd etilishicha, ushbu mintaqada bir necha yillardan beri odamlar va fillar o'rtasida to'qnashuvlar yuz berib keladi. Rasmiylar va tadqiqotchilar buni o'rmonlarning qisqarishi, fillarning yashash maydonlari yo'qolishi va ular yuradigan yo'llar yaqinida inson faoliyatining kuchayishi bilan bog'lashmoqda.